Aslında. Men o'g'il bola bo'lganimda dadam uchun arava tortib bo'lsa ham unda bordim. Azizlar, hozir Jigar Seroz Bekjon akamni oldiga kelganmiz. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Mayloy qishlog'iga. Oilamizda mana bitta boquvchi yoshligidan yetim bo'lib katta bo'lgan, otasiz katta bo'lgan oilani boquvchisi suxandon, o'zi ham ehsonchi, ehsonlarni qilib yurib, o'zi shunaqa holatga tushib qoldi. 12-avgust ehsonimiz ochildi. Xudo xolasa 3 kunga ehsonimizni ochamiz 15-avgustgacha. Bu videoni kengroq tarqalishida like bosib, yaxshi saxovat bersan insonlarga jo'natishda o'z hissangizni qo'shing. Opajon, o'zingizda qancha mablag' bor? Hozir o'zimizda 5000 mablag' bor, yana 35000 yetmayapti. Iltimos xalqim bizga yordam qilinglar. Bolalarim yetim qolmasin. Shu farzandlarimga rahmlaring kelsin. O'zi dadasi yetimlikda katta bo'lgan, bolalarim ham yetim katta bo'lmasin. Sizlardan iltimos qilaman. Bizga yordam beringlar. Sog'indingizmi? Oboraymi dadangizni oldiga? Jigar Serozning 4-bosqichi bo'lganligi uchun azizlar, farzandlarini ham otasiga yaqinlashtirmayapti. Bunday shirin bolachalarni ota mehridan ayirmaylik. Iltimos, qo'ldan kelgancha bu videoni tarqatib like bosinglar. Saxovat peshi insonlar ehson qiladigan joy. Iltimos qilamiz sizlardan. Bilmang, shu norasida go'daylarni otasiz qolishiga jim qarab turmang. Mana rosa ham beradigan joyi. Faqat dadasi uchun yashashadi. Dadamsiz yasholmaymiz deb har kuni kechqurun duo qilib chiqishyapti yig'lab. Iltimos sizlardan bizga yordam beringlar. Bitta boquvchimiz o'sha inson. Baba. Amroz og'masin. Allohu akbar. Azizlar, so'rayman. Hozir sizlarda kelishlaring bu kishida manfaati yo'q. Tuzalib ketib qolsa, men ishimni hal qilib beradigan. Bizda yetaklab kelgan ish faqat Alloh va Rasul uchun bo'ldi. Haligi oyat aytgandek, allazina yu'minun bil g'oyibga taqaladi hammasi. Mana shu Bekjon Otaxonov ukamiz 3 ta qizni otasi mana shu kunda hozir o'sha siz bilan bizni nimamizga muhtoj. Bu ukamiz ham mana shunaqangi holatda o'zi fidoyilik qilib ko'p yoshlarga, shunaqangi bemorlarga yordam ko'rsatgani o'zimiz guvohlik o'tyapmiz, mana aytyapmiz. Inshaalloh azizlar, imkon qadar holatingizga yarasha Xudo bergan sizga ne'matiga, topganingizga, maqomingizga yarasha ehson qiling. Alloh taolo o'sha sen bergan, men senga beraman. Biz Alloh bersa keyin beraman emas. Anfiq unfiq. Sen bergan, men beraman.